Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and today we will learn English alphabet. Sağlaşlı yaxşımsızlar. Biz bugünden başlap hem de moşu İngiliz tilindeki elifbasını öğrenişini başlayımız. Hem de bizdeki bu gaysin derslikimiz iki aydan bu yan. Bizdeki abdi talimizde torbat, ondan sonra tanışım dershanlarda koyulmadı. Hem de azırça nurgulluğun nait yaxşı fikirlerini, inkaslarını tapşırıp aldık. Hem de şunun içinde nurgun sağdaşlar bolsa şu İngiliz tilindeki elifpasi degende hem de mesela harflarni, tavuşlarni bir sistemlik so'zlab bergan bolsa degan talablar bo'lib ekan. Hem de sağdaşlarning shu talabiga binoan shuningga asosan biz şu English alphabet degan şu sin darsligini ta'sis qildik. Hem de bu derslikimizde asasen İngiliz tilde intayin asas boğan mesela 26 harf deymiz. Onundan sonra tavuş halkara birlik gelgen. Onundan sonra her xil muhim boğan gramatika veya ki sözlük noktaları sözlenedi. Emsa şu bugünden başlap bu savadaşlarınki veya ki yenidən, nöl seviyeden başlayan savadaşlı bulamda veya ki hazır bir mezgil ügünüp, onundan sırt mesela İngiliz tili asas cihetdə azıraq qiyinılvatqan, taza eniq düşünəməyətqan savadaşlı bolsa, bizninki şu dersligimiz intayın maskilidir. Bu asaslıqı nöl seviyeden başlanır. Alright, anaqda bugünkü dersimizde aval şu English alphabet. Okay, hem de İngiliz tili elifbasi. Hem de biz başlangıçta kirgende elifbadan başlap o'rgangan. Shuni ama A, E, I, O, U deb. Shuni ama hem de İngiliz tilini o'xshashlam qanday desanglar, shuning o'xshash harflar bor. Shunga alphabet. Bu şu English alphabet, English alphabet deymiz, uygurca nima deymiz desanglar, elifba. Shuni ama elifba. Shunga onun dekin and phonetics and phonetics demekçi şu telaffuz qilish qoidalari bor. Shuni ama shularni tafsiliy o'rganib chiqamiz. Aniqda bugungi darsimizda şu English alphabet deganni o'rganib chiqmoqchi. Aniqda avval intay muhim bo'lgan bir narsa qarab boqaylik sog'lashdan. Sog'lash mesela ekrandagi so'zni qarasanglar, buni nima o'qiymiz? To'g'ri. Hem de mesela İngiliz tili öğrenip bakkan köpün sağdaşlı bilidi. Bu nima desanglar name deb o'qiymiz. Biroq hem de şu İngiliz tili öğrenip bakmagan faqat hem de şu İngiliz tilini o'qib bakmagan sağdaşlı bo'lib qolsa, buni balkim nima desanglar ilgirki hem de yangi yoziq bo'yicha buni nami deb o'qiydi. Nami deb o'qiydi. Okay, nami deb o'qiydi. Şuna hem de bu qanday desanglar mesela yazılışı ilgirimde Latin tilleri yazılgan Uygur tili var emasmi? Şunun asası o'qisak nami deb o'qiymiz. Lekin endi haqiqiy o'lchamdagi inglizcha o'qisak nima desanglar, buni name deb o'qiymiz. Name. Okay, name. Demek hem de ingliz tilida qarasanglar bu mush so'zning ko'rib olishga bo'ladi. Hamda buning oxiri i'ni tek qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Birincisi N harfi, ikincisi E harfi. Şunu A deb talaffuz qilamiz. Bu nima? Name. Qoida bo'yicha oxirgi i'ni qanday qilmaymiz? Talaffuz qilmaymiz. Endi bu ingliz tili qanday til desanglar, xuddi otni eshak deb, eshakni ot deb talaffuz qilgan tilchi. Endi men demoqchi bo'lganim bu yerda yezilishi bir xil, o'qilishi yana bir xil. Shunga shu savolashlar birinchi bo'lib shu til o'rganganda diqqat qilgan nuqta nima desanglar, shu o'qishni o'rganish kerak. Qanday o'qishni-chi? Bizningki hamda burunqi hamda yangi yoziq bo'yicha o'qisak toza yaxshi bo'lmaydi. Masalan, mening dadammi nayt erqatim deydi-chi, voy men ingliz til o'rgansam, nayt tez o'rganib olayman. Men o harflarni o'rgangan deydi-chi. Demak hamda lekin hamda burunqi hamda uyg'ur tili, latin tili harfida asoslangan uyg'ur tili bilan ham ingliz tili qanday desam o'qishmaydi. Farqli. Şuna moşunun kelgende qanday desanglar, moşun ço'qim o'rganishimiz kerak. Endi qaranglar. Mana üstürik nima desanglar, so'z shuni, ama bu so'zlar nimadan tuzilgan desanglar, harflardan tuzilgan. Bu qaysi harflar desanglar, masalan N, A, M,
i. Okay. Endi bu şu 4 harften tuzilgan. Endi bu aşılan nima deymiz sanlar? Harf deymiz. Ona da endi bu tegirkin çoğu sanlar. Mesela baliq tırnaq ichiga yoki manta yanto belgisiga yozilgan nima bor emasmi? Ular nima sanlar? Tovushlar. Bu tovushlar degan nima sanlar? Odatda go'jin bu deb qo'yamiz. Xalqaro birlikka kelgan endi inglizning transpekiyasi. Okay, sal uzun so'z hamda. Buni menda zag'irnan til bilan aytganda, hamda hanuz tilga insonlar hanuzchining pinyin bor emasmi? Demak, ham o'sha inglizchaning pinyinsi desanlar bo'ladi. Tushundingmi? Demak, hamda maxsus bu ishlarga o'qib beradigan, o'qish uchun xizmat qiladiganlar. Okay. Demak, hamda bu yozilish nima ekan? O'qilishi name. Okay, name. Buni deymiz, name deymiz. Okay, hamda masalan chet elliklarmi odatda Uyghur tili o'rganganda nima desanlar, o'sha xalqaro birlikka kelgan ta'lim sistemasi bor, shuning asosida o'rgangan. Ilgari men bir amerikalik bir do'stim bor. Ommo nima desanlar, bir kitobni ko'tarib kelibdi. Bu Harvard universiteti kutubxonasida o'rgatib kelibdi ekan. Buni qarsam emas Uyg'urda, masalan, bu nachpol deganda bu nachpol shu xalqaro birlikka kelgan tovushlar bilan ifodalabdi. Bu bunday bo'lgani qanday desanlar, bu o'rganishga oid oson ekan, o'qiy oladi ekanda endi. Demak, endi buni o'rganib olsanglar, keyin yana boshqa til o'rganishga cho'qim qanday desanlar asqadi. Şoňa bugun harf so'zlaymiz. Yana bir ikki qitimliq darsdan keyin shu tovushlarga kelamiz, sadoshlar. Şoňa üstürik ama söz nima harflarni tuzilgan, tegrik nima desanlar, shu tovushlar. Demak, o'qish qoidasi. Şoň shuni bir arab olsanglar. Alright. Anaqda ko'rdingizmi bu markalarni? Va, qarasanglar, naydi, qarasaq qarg'imiz keladi, shundanmi? Okay. Bu hammasi nima desanlar, shu dunyodagi dangliq her sahadaki, her kasbdaki danlıq markalar. Demek hem de muşlar mı nimadan tuzilgan desanlar, bu xil harflardan tuzilgan. Shunami? Shunga o'xshash, hamda biz shu bugungi darsimizdagi shu harflar bilan birlashtirib, hamda shu markalarni hamda o'qish, qanday o'qiymiz, shular bilan tan qanday qilamiz desanlar, mashq qilamiz. Xo'sh, endi qaranglar. Endi bu ingliz tilidagi 26 harf bor. 26 harf. Qarasanglar, 26 harfniki mana cho'ng kichik yozilishlar bormi yana? Mana yendiki cho'ng yozilishi, yana birisi nima desanglar, kichik yozilishi. Kichik yozilishi. Masalan, buni qarasanglar nima? Birinchi harf nima ekan? A. Okay, hamsi bir o'qib o'taylar. Bu harflarni. Birinchisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yoki nima deb o'qiymiz sanlar? Z. Endi bu 26 harfniki hamda ingliz tili qancha uzuk tovush harfi, so'zuq tovush harfi deymiz-ku. Hamda mishara 5 tane so'zuq tovush harfi bor. Okay, so'zuq tovush harfi. Endi bu so'zuq tovush harflaridan qarasanglar, nima desanglar, boy ko'riq shunama, 5 va shunaqa A, E, I, nima? O, eng og'irisi U. Endi bu so'zuq tovush degan nima desanglar, bolalar. Mandaqcha aytganda, biz talaffuz qilgan vaqtimizda bizningki shu o'pkimizdan chiqqan havo, bizning har xil talaffuz qilish organlarimiz bor. Masalan, tilimiz deymiz, uniki demoq deymiz, har xil golninki, har xil kichik til bu deymiz, shunami? Bu talaffuz qilish organlarining to'salg'isiga uchirmaylan qanday san talaffuz qilganlar. Masalan, A, E, I, hargiz A degan o demaymiz, shunami? Demak, endi shunga o'xshash talaffuz qilgan vaqtingizda qanday qilmaydi, to'salg'iga uchirmaydi havo qilmaydi. Demak, A, E, I, O, U. Okay, boshqa tovushlarcha. Deb tushunami? Masalan,
Demek hem de mesela ya tilimizdeki, ya çişimizdeki, ya mesela lavlarimizdeki to'saliq uçuraydı. Şu an onu neyim mesela üzük tavuş deyimiz. Üzük tavuş, harfleri. Mağolcu sozuq tavuş harfleri. Demek 5'ini bilip alalım. A, E, I, O, U. Alright. Hem de birinci tavuş. Birinci tavuşni çıkıp balla A deb o'qib oladi. A emas, bundan keyin o'zgartinglar. Bu nima emas? A emas. Okay. Buni nima deb o'qiymiz? A. Alright. O'qib beringlar. A. Okay, endi buni nima deb o'qiymiz? Sanglar. A. Yaxshi. A. Masalan, buni o'xshash markalar qarab boqaylik. Endi bu birinchi markani marsanglar, bu kompyuterning markasi ekan-ku. Endi o'qib boqaylik savolashlar. Birinchi harfi nima ekan? A. Shunama, ikkinchi harfi C, uchinchi harfi E, to'rtinchi harfi R. Okay. Endi buni qo'shib o'qganda nima desanglar? Acer. Okay, Acer. Endi bu Acer bu bir kompyuter elektr mahsulotlarininki markasi, Tayvanninki. Tayvanlik bir shirkatning shunami? Buni Acer deymiz, Acer. Okay, demak endi ana birinchisi A o'qiydi ekanmiz shunami? Acer. Alright, endi macho. Buni balkim bilmaydigan odam yo'qdir. Shunami? Bu Adidas. Buni o'qiganda nima? Adidas. Okay. Endi bu harflarni o'qib boqinglar. Birinchi harf nima? A, ikkinchisi D, uchinchisi I, D, A, S. Yaxshi. Adidas. Nayt yaxshi. Adidas. Endi Adidas nima markasi? Chiq bo'l Amerikaning deydi. Yo'q, Amerikaning emas, nima? Germaniyaning markasi. Germaniyaning markasi. Adidas. Adidas emasmi? Adidas. Ama ayning yana bir ichir bo'lganda deb o'qilishi bor. Buning keyingi taush talaffuz qilish tartibimizda night eni qapsili so'zlaymiz. Nima? Adidas. Good. Answer macho. Okay, mana mana bilsa Arman nima? A R M A N. Demakchi Armanning markasi. Okay, A. Demak hamda bu birinchi harf nima ekan desanglar? A. Demaklar A. Hamsa mana so'zni o'qib beringlar. Birinchi so'z nima ekan bolalar? Birinchisi C, lekin hamda talaffuz qilganda ko'pincha K deb talaffuz qilindi. Shunimi? Ikkinchisi A, K, shunami? Yana birisi okay, demak cake. Aytyaxshi, cake. Aratama ingliz so'zdagi va oxirdagi i ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Bu nima bo'ldi? Cake. Aytyaxshi, cake deganimiz nima? Tort. Ma harf nima edi? A harfi. Shunami? Endi ma keyingisi-chi? Birinchisi shunami? A, K, B. L. Okay, table. Okay, table deganimiz nima ekan? Ustal ekan, shunami? Okay, harf A. Okay, yaxshi. Cake. A, cake. Yani table. Okay, table. Okay, endi keyingi harf nima desanglar? B. Yaxshi, B. Okay, endi B harfi. Shunami? Ama B da jiqla xatolashib ketmaysizlar. Endi qaranglar, buni nima deb o'qiymiz? B, C. Okay, BBC. Okay, BBC. Demak British Broadcasting Corporation. Nima desanglar? Angliya yoki Britaniya radio televiziya shirkati. Bu dunyoviy intayin dangliq bo'lgan shu radio televiziya shirkati BBC News, BBC xabarlari deb olganmi? Okay, BBC. Okay, anda bu marka nima desanglar? B harfi bor nima? B U G A T T I. Okay, Bugatti, right? Ko'rdingizmi? Kishi oqsa mashinalari. Okay, Bugatti. Okay, bu nima desanglar? Okay, macho. Okay, mana balkim hamma bilsizlar. Mercedes Benz. Demakchi, B harfi bor ekan, shunami? Mercedes Benz. Okay, B. Nima ekan? B. All right, wow, what about this? Bu nima desanglar? B shunami? B M W. Okay, mana o'qanda nima? B M W. Okay, endi mana V deb o'qimaymiz, W. Arab bo'yicha o'qanda W.
BMW. Yaxshi, bu ishdan o'chiraman. B harfi bor. Shunami? B. Amsa bu so'zni qaranglar. B ga masalan ma'ni bag. Okay, birinchi so'z nima ekan? Bag. Bag deganimiz nima desanlar? Sumka. Bag. Keyingi ma'nosi book. Okay, a book. Nima? Shu B harfi. Shunami? A book. All right. Ana book deganimiz nima desanlar? Kitob. Bag degan jo'da desanlar sumka. All right. Bag. Yani book. Demek ikkinchi harf ingliz tilidagi B.